Turmushga chiqmoqchiman, lekin turmush o'rtoq tanlashda qo'rqaman. Qanaqa bilsam bo'ladi, uni menga to'g'ri keladimi, yo'qmi? Hozir men sizga 4 ta savol orqali erkak kishi sizga qanchalar to'g'ri kelish, to'g'ri kelmasligini aniqlash yo'lini aytaman. Birinchi mana shu savolni bering. Sizni hayotingizdagi eng muhim qadriyatingiz nima? Agar insonlarning qadriyatlari to'g'ri kelmasa, ularda kelishmovchiliklar bo'ladi, hatto ajrimgacha borishi mumkin. Ikkinchi savol, oilada siz uchun ayolning vazifalariga nimalar, erkakning vazifalariga nimalar kiradi? Bu orqali erkak sizdan nimalar kutayotganini bilib olasiz. Uchinchi savol, agar oilada muammolar, kelishmovchiliklar bo'lsa, uni qanday hal qilgan bo'lardingiz? Erkak kishi muammoli vaziyatda qochadimi, yopilib oladimi yoki uni siz bilan ochiq o'tirib gaplashib oladimi? Bu juda muhim. To'rtinchi savol, sizni ota-onangizni bir-biri bilan munosabati qanday va siz ulardagidek munosabat xohlarmidingiz? Bu yerda erkak ota-onasining munosabatiga qanday fikr bildirishdan qat'iy nazar, o'zi anglamagan holatda otasi onasiga qilgan munosabatni takrorlaydi. Bu videoni hali turmushga chiqmagan dugonangizga yuborib qo'ying, u uchun ham foydali bo'ladi.